Bugun uyimizga yana Botir keldi. Sizlar faqat plisosni o'zini ishlatyapsizlar. Buni funksiyalari rosa ko'p deb o'zlari erinmasdan o'rgatgani kelibdilar. Hozir endi nimani o'rgatyapsiz bizga? Bu narsa mana shu yumshoq yostiqlarimiz, ko'rpachalarimizdan tarkibida bakteriyalar bo'lganligi uchun o'sha narsani bakteriyalar 15 minut havo joyida o'lib ketadi. O'sha narsani mana havosini so'rib olamiz-da, 15 minut ushlab turamiz-da, keyin ochib yuboramiz. Hozir shu roboklinda shuncha narsasi bor, funksiyalar. Voy voy. Biz faqat plisos qilib yuramiz bunda. Voy. Kiyimlaringizni shunaqa olib qo'yasiz bo'ladi.